Bizda variantga fura so'rayotganlar uchun 30 ming naqd pul bilan DAF XF Euro 6 Kogel pritseplar komplekt holatda sotiladi. Agar naqd pulga olaman deydiganlar bo'lsa, zo'r narxga olishingiz mumkin. Narxini videoni oxirida aytib o'tamiz. Tegach 2016-yilda ishlab chiqarilgan, Persep 2015-yilda ishlab chiqarilgan Safmos o'tka lenta aka bor. 105 kubali mega 460 TL. Baklari bir tomonda 700 TL, bir tomonda 300 TL bak bilan jihozlangan. Balonlarning holatiga keladigan bo'lsak, balonlari hammasi 100% yangi ekan, Persep ekan, tegach ekan. Persep ichki holatini ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi holatda turibdi. Usilini qilingan, taxtalari hammasi joyida, pollari ham yaxshi holatda. Fenteri yangi qo'yib qo'yishgan ekan. Yurgan masofasi 964 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Salon ichki holatlariga keladigan bo'lsak, zo'r holatda turibdi. Akkuratni qaraminligan mashina, ikkita spalniy xaronovida, avtomat korobkada Rossiya taxograflari mavjud. Ana endi hamma uchun eng qiziq bo'lgan joyi fura narxi keladigan bo'lsak, narxini 53 ming AQSh dollar deb aytilyapti. Yana kelishiladigan joylari bor. Videoga like bosib, shunaqa variantga fura qidirgan, fura ishlanishga jo'natib qo'ysanglar, hammaga manfaatli bo'ladi. Agar bizga hali ham obuna bo'lmasa, kuzatayotgan bo'lsangiz, bizga obuna qo'ying. Zo'r narxdagi furalar hali oldinda. Hammaga rahmat.